joyda umumiy dom analizamizni ishlatib ko'ramiz. Alisa, ya doма. Biz kelishimizdan oldin ulishni asosiyamiz yonadi, konditsionerimiz ishlab turadi. Kelishimizdan oldin ko'chadagi ya'ni asosiyamiz yonadi. Lestnisamiz yonadi. Kirganimizda lestnisa yonadi. Lestnisa yongandan keyin zalga kiramiz. Zalga kirganimizdan keyin televizor bilan birga yonadi. Buni ishlatsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, pardamiz ham ochiladi. Kelishimiz. Xohlasangiz, har xil ssenariy qilsak bo'ladi. Umuman olganda, Alisa, включи зал. Алиса, включи лестницу. Алиса, включи люстру. Алиса, включи кухню. Алиса, включи спальню. Алиса, включи уличное освещение. Alisa, включи дачу. Dachamiz alohida. Boshqa yerda bo'lgan holatda ham boshqasi bo'ladi. Alisa, включи розетку. Mana ko'rishimiz mumkin. Barcha ya'ni Akara brendiga mansub hozirimiz ya'ni ishlar hammasi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, endi oddiyroq qilib BYD elektr zaryadlash qurilmasini joylashtirib qo'yganmiz. Mana oddiyroq qilingan varianti bu. Stabilizator orqali, ya'ni balans stabilizatorlari orqali. Yana ko'rishimiz mumkin, professional elektromontaj o'quv stendi. Bu oddiy tashqi montaj qilib ko'rsatib o'tilgan, korrupsiya montajni ko'rsatib o'tilgan bir fazali AVR, ya'ni zaxiraulanish, taqsimlash tizimi ko'rsatib o'tilgan. Bu joyda mana bu joyda keyingi stendimiz yoritish tizimining boshqaruv stendi qilingan. Ya'ni bemalol revers yoki vaqt relelari orqali, ya'ni vichkani boshqarish, impulsli relaylar qilib o'tilgan. Hop. 3 fazali, ya'ni elektr ta'minot sxemamiz ko'rsatib o'tilgan, ya'ni elektr hisoblagichlarimiz bilan birgalikda 3 fazali AVR qurilmasi ham ya'ni mana ko'rsatib o'tilgan. Qanaqa bo'lanadi, qaysi holatda ishlatiladi, hammasi ko'rsatib o'tilgan. 3 fazali revers tip, ya'ni dvigatelimiz revers holatda ishlatish, ya'ni konsolli включателlar orqali boshqarish ko'rsatib o'tilgan. Bu joyda ham revers holatda boshqarsangiz ham bo'ladi, ya'ni dvigatelni bir tomonga boshqarsangiz ham bo'ladi. Faqatgina xohlasangiz shu shitovoy xonani o'zidan boshqarsangiz bo'ladi, xohlasangiz boshqa biror bir uzoqroq joydan boshqarsangiz bo'ladi. Ana endi ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan boshlaymiz. Hamma brendlarni qo'yganman, hammasi mas'ul. Endi qo'ldan kelgancha qo'yishga harakat qildik. Elektromaster guruhi endi o'zimizniki. IEK asosan IEK mahsulotlari, ya'ni Rossiyaning mahsulotini ishlatganmiz. Asosan Chin Nura brendini ham, Dusel, Sensi, alohida ta'kidlab o'tish joiz. Elektro guruh mana bularni ham brendini ya'ni qo'yib o'tganmiz. Mana bu joyda stend ko'radigan bo'lsak, umuman olganda bu stendlarda o'quvchilar bemalol ishlab praktika qilishlari mumkin. O'sha bu joyda ko'rishimiz mumkin. Sheet, ya'ni tarqatish shiti, yoritish shiti, mana bu yerda dvigatellarni boshqaruv shitlari ya'ni joylashtirib o'tilgan. Xudo xolasa yangilik bo'ladi, ochamiz bu joyni. Kelaverasizlar. Elektromontaj bo'yicha bemalol o'quv kurslarimizni ochamiz. Rahmat, sog' bo'ling.